O'g'lim o'zimmi? Charchamadingmi o'g'lim? Mundoq qilib maza qilib o'tishding-a? Maza qilding-a? Yoqdimi? Oyi, charchadim. Voy, charchadingmi? Dadajonisi, sizga kattakon rahmat. O'g'limiz bilan rosa zerikkandik. Mazza qilib aylandik. Mana ishlarimni ham yo'lga qo'yib oldim. Endi har dam olish kuni biror yoqqa boramiz. Eshitdingmi o'g'lim? Dadajon, xudoga bering. Bo'ldi o'g'lim, bo'ldi. Siz ham yeysizmi? Yo'q, Hozir. qo'ying. Men ham boraman. Yura qol. Maylimi? Ha, boraversin. Hozir kelamiz. Assalomu alaykum. Assalomu Bizga ikkita hot dog bering. Xo'p, bo'ladi. Biror nima ichasanmi Yo'q. o'g'lim? Bo'ldi. Shuni o'zi ekan. Xo'p, hozir. Zo'r bo'ldi. Endi har dam olish kuni boqqa boramiz. Xo'p. Voydoy, sumkamni o'g'irlashdi. Yordam beringlar. Kim bor? Yordam beringlar. Sumkamni ana o'g'ri o'shaylar. Qoch! Yotqora! Oyijon! Yordam beringlar. Yotqora! Oyi, Yotqora, nima qildi? Yordam beringlar, ey! Oyi, Tez yordam chaqirish Yotqora. kerak. Qilinglar. Tez Ko'zing yordam och. chaqirdinglarmi? Yotqora! Yotqora! Doktor, Bemor tezroq qo'yib yordam qo'ygan. bering. Tez Iltimos. tayyorlang. Xo'p, bo'ling. Ko'taraman sizdan. Doktor, Hammasi yaxshi bo'ladi. yordam bering. Tezroq bo'ling. Tezroq. Xo'p. Siz shu yerda qoling. Hammasi yaxshi bo'ladi. O'zingizni qo'lga oling. Hammasi yaxshi Yordam bering, bo'ladi. doktor. O'g'lim, hammasi yaxshi bo'ladi. oyijon, ko'zingiz oching. Hammasi yaxshi bo'ladi. Hammasi yaxshi bo'ladi. Olovnur Media kinostudiyasi taqdim etadi. Ikrom Alining Mening dadam filmida. Yig'lama Jasur. Hammasi yaxshi bo'ladi. Akbarov, Doktor, meni yodgorim o'ziga keldimi? O'ziga keldi. ming afsus. Bemor ko'p qon yo'qotganligi tufayli uni asrab qola olmadik. Xudo sabr bersin. Hazillashdingiz. Hozir hazillashdingiz. O'zingizni qo'lga oling. Hazillashdim deng. Sabrli bo'ling. O'zingizni qo'lga oling. Hazillashdim deng. Bardam bo'ling. Doktor. Bandalik. Oyim yana Doktor. bo'ldi. Doktor. Oyijon! O'g'lim. Oyijon! سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إلى آمين وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه الأجمعين shu o'tgan qizimiz Yodiyoraxon oxiratlari obod bo'lib ruhlari shod bo'lsin. Robbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azabannar bi rahmatika ya arhamar rohimin. Ko'p yig'lamang. Marhumaning ruhi bezovta bo'ladi. Rahmat. Allohning irodasi ekan ukam. Sabrli bo'ling. Rahmat. Bo'ldi. Yig'lama. Javlon do'stim. Bu dunyoda hammamiz o'lamiz. Bir kunmas bir kun hammamiz u dunyoga boramiz. Bardam bo'l. Javlon, eshityapsanmi?
O'g'ling uchun ham kuchli bo'lishing kerak. Ketdik, yur. Javlon, bolam. Hadeb siqilavermagin. Necha kundan beri tuz totganing yo'q. Ovqat yegin. Javlonjon. Bu ham bir sinov ekanda bolam. Avval ota-onang, endi esa ayoling. Mayli. Biz ketyapmiz o'g'lim. Sendan yana xabar olgani kelaman. Xo'pmi, jiyan? Amin. Kelinimning joylari jannatdan bo'lsin. Allohu akbar. Ovqatingni yegin. Meni yodgorim o'lmaydi. Hukm. O'zbekiston Respublikasi nomidan Odilov Doniyor Sharipovich. O'zbekiston Respublikasining 164-moddasi, 3-qismi V bandi, Jinoyat kodeksining 97-moddasi, 2-qismi S bandi bilan aybdor deb topilsin va unga jinoyatlar majmui tariqasida 16 yil muddatga ozodlikdan mahrum etilsin. 16 yil? Qanaqa 16 yil? Saqlansin. O'ldiraman seni, eshityapsanmi? O'zingizni o'ldiraman. Fuqaro, Akbarov. Qo'yib yubor meni. O'zingizni Xotinimni o'ldirding. Tinchlik saqlang. Dadajon, qornim ochdi. Oyijon, sizni sog'indim.
Biz vatanni nima qilishimiz kerak? Asrash kerak. Sevish kerak. Qadrlashimiz Albatta. kerak. Qadrlash kerak. Vatan deganda nimani tushunasizlar? Vatan bu mening onam. Ona tuproq. Musaffo osmon. Judayam yaxshi. Qani hamma diqqatini menga qaratsin. Bolajonlar, tanaffusdan so'ng darsni davom ettiramiz. Yugurmasdan chiqinglar. Jasur yuraqa xudo kiymas. Yo'q, men yemayman, o'zing boraver. Mayli, o'zing bilasan. Ota, yur ket. Bo'ldinglarmi? Charchamadinglarmi? Qani keting kasallar. Ey, Jasur, nima qilib turibsan bu yerda? Dadang kelmadilarmi? Yo'q. Ishda ushlanib qolgan bo'lsalar kerak. Yaxshi. Yur men bilan. O'zim uyga tashlab qo'yaman. Xo'p. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom Jasur. Yaxshimisizlar? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Issiq ovqat qilgandim. Adinglar bilan yeb olinglar, xo'pmi? Rahmat, Rahima Mayli, sog' bo'l. kenaga. Osh bo'lsin.
Nimaga ovqatingni yemading, bolam? Yegim kelmadi. Necha marta aytganman, ovqatni yeyish kerak. Bo'lmasa kuching ham ko'p bo'lmaydi. Shundoq osh ham yemabsan-a, bolam? Bo'pti. Uyga borgandan keyin itingga berarsan, xo'pmi? Ovqating ham dimiqib qopti. Oyi, ana avtobus keldi. Ketdik. Yur. Xush keldik. Hali ham o'tiribsanmi? Javlon, esingdami yoshligimizda mahallamiz yo'llari? Alijon akani uydan boshlab to Sobir dadani uyigacha g'adir-budir bo'lardi. Velik uchishni umuman iloji bo'lmasdi. Hamma veligini ko'tarib 15 xonadon Sobir akani uyigacha yurib o'tardik. Boshqalarga qaraganda sen bilan biz bir ko'tarishda marrani oxirigacha yetib olardik. Ba'zilar esa yarimigacha, kimdir esa umuman u yo'ldan yurmasdi. Lekin sen bilan men bu marrani oxirigacha birga o'tardik. Chunki u yoqda bizni uzun, tekis yo'l kutardi. Hayotimiz ham xuddi shunaqa. Yo'llarimiz bir tekislikdan iborat emas. Lekin seni bu holatingni ko'rib, qoyil qolganim yo'q, o'rtoq. Yodgor. Bu holatingni Yodgora ko'rib, veligingga umuman chiqmagan bo'lardi. Bo'ldi endi do'stim, bardam bo'l. Seni maqsading, umiding bor. Uyam bo'lsa o'g'ilchang. Alijon akani uyi boshlandi. Velikni mahkam ushlab, yo'lda davom etamiz. Jasur qani? Maktabda bo'lsa kerak. Soat qaragan nechi bo'lyapti? O'zing o'ling qayerdaligini ham bilmaysanmi? Kallang joydami, tur o'rningdan, o'tirishingni qara. Otamish. Hech qayerda yo'q-ku, o'rtoq. Hamma joyni qidirib chiqdik. Narigi mahallaga o'tamiz endi, o'rtoq. Mayli. Qanaqa odamsan? Bolangga ham qaramaysanmi? Shunaqa ham bir mas'uliyatsiz bo'lasanmi? Ana o'rtoq, ana u. Nima qilyapti? Menga ham bitta berib yuboring. Voy, o'sha yili bo'ladi, voy. Voy, qochib qoldi-yu. Tavba. Jasur-ku. Voy, bu yoqqa qarab yuguryapti. To'xta. Bu nima qilganing? Bolam. Bo'ldi, Jasur. Meni kechir, o'g'lim. Kechir. Jasur, kechir meni. Men aybdorman hammasiga. Qo'yay, o'zingni ayblama. Shumtaka. Qorning ochib ketdimi? Ha, kenay, mana, ushab keldik. Mana shu bolamidi? Ha, shu bola edi. Kechiring. Kinoya. Bizni bolamiz. Xafa bo'lmang. Ha, hech qisi yo'q, bo'ladi. Sho'xlaydi. Sho'xda bu. Nech pul bo'ldi? 2000 so'm. Mana. Mana opajon. Xo'p. Xo'sh, bizga ham go'shtligidan berib yuborasiz, a? Ha, nechta? Ikkita go'shtlik. Aha. Choy ichasanmi? Hozir. Choy ichamiz, a? Hozir, qaytibini Uchta ham choy. hozir beraman. Xo'p, 3ta choy. Rahmat. Aha. Qiblagohim buzrukvorim, siz motabar jonim dadam.
hayotimga ziyokorim shamsu qamar jonim dada qiblagohim buzrukvorim siz mo'tabar jonim dada hayotimga ziyokorim shamsu qamar jonim dada jonim dada jonim dada yuksak nazar jonim dada jonim dada jonim dada yuksak nazar jonim dada Mana o'g'lim popkang. Qani, yaxshi o'qing o'g'lim. Mana bu senga. Xo'p, dadajon. Men seni o'zim olib ketgani kelaman. Xo'p bo'ladi. Qaliroq kiyinib yurgin, xo'pmi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yur, Jasur, dars boshlandi. Ketdik. Xayr, dada. Xayr. Bu yoqqa yurganda o'ng tomonga yo'l bor. O'sha yoqqa burilasan. O'sha yerda Xo'sh. topishing mumkin men aytgan joyni. Assalomu Keyin alaykum. Assalomu alaykum. borganingdan keyin meni aytsang, o'sha narsani Bormaylar. berishadi. Iya, assalomu alaykum. Qayerlardan Yaxshimisan? quyosh chiqdi? Yaxshimisan? Assalomu alaykum. Yaxshi, yaxshi bo'pti kelgan. Ishlaring ham ko'payib ketdi o'zi. Yaxshi qilibsan kelib. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Nima qilib turibsizlar? Sen xonamga kir. Sobir Qodirovich, sizga xatlar kelgan. Keyin gaplashamiz uni. Ishlaringga rivoj, omad, charchaq. Rahmat. Bo'pti. Ishga qaytibdi-da. Yaxshi bo'ldi-da. Yaxshi bo'ldi. Mumkinmi? Kir. Mana bu qog'oz olginda arizangni yoz. Nimaga? Xohlasang kelasan, xohlamasang kelmaysan. Nima bu joy? Ha? Davlatning ishxonasimi? Yo dam oladigan maskanmi? Tushunaman. Uyingda azadorlik bo'ldi. Lekin mana bu yerni ham o'rniga qo'yish kerak-ku. Menga intizomsiz ishchini keragi yo'q. Tushundingmi? O'rningga boshqa odam olyapman. Ishdan bo'shading. Yoz. Xullas bolalar, gaplashamiz. Ko'rishamiz bo'lmasam, Sobirlar, tushlikda ko'rishamiz. Yo'q bo'lib qolmaylar yana. Xo'p, xo'p. Tinchlikmi? Yaxshimisan? Ishdan ketdim. Voy, men boshliqqa kirib boshqatdan gaplashib chiqaman. Qo'y shu ishlaringni. Foydasi yo'q. O'rnimga odam bo'pti. Shunaqa degin. Bu xavotir olma. Bir chorasini topamiz. Hammasi yaxshi bo'ladi, o'rtoq. Siqilma. Mayli do'stim, seni ham ishdan qoldirmay. Yaxshi ishla. Men senga nima dedim? A? 20 ta odam olib ket dedimmi? Sen nechta olib kelding? 15 ta. Qolgan ishlarni kim qiladi? Sen qiziq bo'lasan. 50 ta desam 25 ta olib kelasan, 100 ta desam 50 ta olib kelasan. Qolgan ishlarni kim qiladi? Bu nima qildi axir? Men qayerdan olaman shuncha odamni? Gaplashdim, hammasi band ekan. Men bilmayman. Olib kelasan, tamom, vassalom. Xo'p, agar bo'lib qolsa olib kelaman. O'rgildim. Shuncha ishni, voy, kim qiladi buncha ishni? Nuqul mashina qilasan. Xo'p, o'zi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Aka, men ishga kirmoqchi edim. Ishga? Ha, ishga. Mana. Qo'lingdan nima ish keladi? Hamma ishni qila olaman, aka. Hojivoy, Tojivoy aytganda-ya. Suvoq ham qilib ketaverasan, g'isht ham teraverasan, beton ham quyib ketaverasanmi? Albatta.
Hammasini qilaman. Menga ish kerak. Nima ish bo'lsa ham qilaveraman. Iltimos. Usta. Yo'q demang. Isming nima? Javlon. Qani bu yoqqa yuringlarchi. Ketdik. Mana bu qurilish. Bu yerda qora mehnat bo'ladi. Beton quyiladi. Mana. Tekis qilib ber. Hey! Uni teparoqqa ko'tar, teparoqqa. Yomonmasa shunaqa qilib o'rganadi-da. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. O, kallang ishlaydimi seni? Uni bu yoqqa, buni u yoqqa ko'chirgandan ko'ra arava olib kelib tashmaysanmi? Bu ishlayverib odam charchadi-yu, ha? Bir tushlik qilmaymizmi? Xormanglar yigitlar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qalay Javlonboy? Yaxshi. Qiynamas ekanmi ish? Yo, yaxshi. Mana bu yerga qo'l qo'y. Tushlik sendami deyman. Nega? Qo'y. Bizda maosh bir haftada bir marta beriladi. Hozir. Ma, agar yaxshi ishlasang, keyingi hafta yana qo'shib beraman. Rahmat. Bor, g'ayrat qil. Hakim aka, bu men ham oylik olamanmi? Sen qachon 100 ta odam topib kelsang, o'shanda oylik olasan. Tushundingmi? Otabek, bu yoqqa o'tinglar, bu yoqqa. Usta, nech pul olding? Nima? Nech pul olding deyman? Qancha bo'lsa hammasi o'zimniki. Men zo'r joyni bilaman. Balki kechki ovqatni ham birga qilarmiz. Bo'pti, boramiz. Mazza qilib, beshol. Dadajon. Dadajon. O'g'lim. Yaxshimisan? Ha, yaxshi. Xayr. Bugun jismoniy tarbiya darsida yana 5 baho oldim. Zo'r bo'pti-ku, o'g'lim. Aytganchi, jismoniy tarbiya o'qituvchimiz ertaga yonimga kirib o'tsin dedilar. Bo'ldi, albatta kiramiz. Ha, aytgancha o'g'lim, qo'ring ham ochgandir. Ha? Juda ochdi. Uyga borib mazza qilib ovqatlanamiz. Xo'pmi? Yo'q, men kabob yeyman. Kabob? Bo'ldi, kabob bo'lsa kabob-da. Ketdik o'g'lim. O'qishlaring yaxshimi? Uyga borgandan keyin darsingni qilamiz. Xo'p. Mana. Rahmat. Osh bo'lsin. Dada, siz yemaysizmi? Men ishxonada-chi, Ilhom akam bilan rosa to'yib ovqat yedim. Qo'lingiz nima qildi? Qo'yaver. Ishxonada eshik urib oldim. Xavotir olma. Dada, maktabda futboldan musobaqa bo'lar ekan. Men ham qatnashmoqchiman. Zo'r bo'pti. Albatta qatnashasan o'g'lim. Qani, yur ketdik. Rahmat aka. Kelib turinglar. Sal tezlashamiz. Sen yugur. Sal tezlashib yugur. Oshirdingmi, ketdingmi yo'qqa? O'tib ketaver. Rustam. Assalomu alaykum, xormanglar. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Rahmat. Aka, men Jasurberning dadasi edim. Rostdanmi? Yaxshimisiz? Tanishganimdan xursandman. Chaqirtirgan ekansiz. Ha, chaqirtirgandim. O'g'lingizni iste'dodi bor. Chaqqon, yaxshi yuguradi. Shunga tumanlar aro bo'ladigan musobaqaga yozdirmoqchi edim. Yaxshi-ku, eshitib xursand bo'ldim aka. Rahmat.
Endi Jasurni alohida mashg'ulotlarga berishimiz kerak. Yaxshi bo'lardi. Agar shu zaylda ketsa, bolalarimiz respublika chempionatiga ham chiqadi. Mayli, men roziman. Faqat ozgina xarajati bor-da. Qancha? Yo'q, qancha emas. Avvalo yangi forma olishimiz kerak. Keyin alohida mashg'ulotlarga to'lov qilishimiz kerak. Agar sharoit qila olsangiz, o'g'lingiz yaxshi futbolchi bo'ladi. Ishoning. Mayli, men pulni topaman. Siz harakat qilavering. Bo'ldi. Rahmat. Yana bir bor tashkamdan xursandman. Rahmat. Sog' bo'ling, sog' bo'ling. Xo'p. Hey, to'g'ri tepmaysanlarmi? Sal tezlashlaring, tezlash. Ha? Faqat ozgina xarajati bor-da. Avvalo yangi forma olishimiz kerak. Keyin alohida mashg'ulotlarga to'lov qilishimiz kerak. Dada, bugun matematika ustozimiz kim misollarni yetsa olma beraman dedilar. Men 2 ta olma oldim. Dada, Ha, o'g'lim. mazangiz bo'lmayaptimi? Yo'q, yaxshiman o'g'lim. Qani, ovqatingni ye-chi. Mana shu nondan ham olgin. Keyin birgalikda darsingni qilamiz. Men o'zim yordam beraman senga. Ol. Olib keldingizmi? Bir boshdan taxlagin. Hop. Mana bunday taxlasang, keyin uzatishingga oson bo'ladi. Hop. Farruh. O, Bu yoqqa kel. ha, hozir. Seni maslahating kerak edi. Qanaqa maslahat? Prorab bilan gaplashmoqchi edim. Nimaga tinchlikmi? Qarz so'ramoqchiman. Nima? Qarz? Ey ahmoq, qarz. Senga u qarz berib bo'pti. Nega kulasan? Menga qara, u odamdan qishda qor so'ragin. Qor ham bermaydi senga. Qarz so'rarmish. Menga pul zarur. O'g'limni tayyorlov kursiga pul berishim kerak. Istasang, meni bitta tanishim bor. Rostdanmi? Qancha desang beradi. Lekin pulni vaqtida qaytarishing kerak. Biroz foizi bor. Mayli. Foizi bo'lsa ham mayli. Qaytaraman albatta. Bo'lmasam, ishni tugataylik. Ishdan keyin boramiz. Xo'p? Yaxshi, Boramiz. zo'r Menga bo'ladi. qara. Menga qara. Sen kayfiyatingni tushirma do'stim. Ishingni qil. Pul topiladi o'rtoq. Rahmat. Joning sog' bo'lsin. Rahmat Bora do'stim. qol, ishga. Rahmat. Ishni qilib olaylik, xo'p? Xo'p. Gaplashamiz. Xo'p. Olavering. Chaqqon bo'ldi. O'sha Sherzod orqada qolma. Yetib ol bolalarga. Yaxshi bo'ldi. Jasur! Labbi. Jasur bolam, sen musobaqaga yaxshilab tayyorlanishing kerak. Xo'p? Xo'p. Agar musobaqada g'olib chiqsak, seni respublika musobaqasiga tayyorlayman. Dadam bilan gaplashdim. Darsdan keyin men bilan shug'ullanasan, xo'p? Xo'p, Bor. bo'ladi. Chaqqon bo'ldi, chaqqon. Hadi endi tizzani ko'tarib bolalar, tizzani ko'tarib. Ha. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sarvar aka. Alaykum assalom. Qalaysiz aka? Yaxshimisiz? Yashamayapsizlar. Siz qalaysiz? Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Rahmat. Salom alaykum. Nima gap ukam? Haligi bu bola Javlon. Men bilan birga qurilishda ishlaydi. Shunga sizlarning oldingizga keluvdik. Ozgina yordaminglar kerak bo'lib qoluvdi. Qancha? Qancha? 5 million. Ha, 5. 5 million ekan. Garovga qo'yishga biror narsang bormi? Garovga. Bu bola ishonchli bola. Bunga ishonsanglar bo'ladi. Sarvar, nima qilamiz? Yaxshi, senga 5 million beraman. Bir oydan keyin 8 million qilib qaytarasan. 8 million? Xo'p, deyaver. Qara, senga garovsiz pul beryapti. Yaxshi. Menga pul zarur. Roziman. Unda mana bunga qo'l qo'yasan. Qo'y.
qo'rqishni qara bo'ladi. Bo'ldi, o'yinni davom etamiz. Rahmat. Faqat muddatidan kech qolmasin. Yo'q, kechga qolmaydi. Sen chiqib tur, hozir. Rahmat. Xo'p. Rahmat akalar. Sog' bo'l. Ana mehmonni ham kuzatvardik. Qaytara olarmikin? Qaytaradi albatta. Sizlardan qochadigan insonni hali ko'rganim yo'q men. Mana bu seni haqqing. Bu sal cho'g' ozroqmi? Ha, mayli. Agar qaytmasa, Qo'ymaysizda aka. Ha, bilasan-ku. Sen o'zi kecha yutqizib. Ha, bilaman. Akalar sog' bo'linglar. Omon. Yana ko'rishamiz. Bo'pti. Bola, charchamaylar. Bir kelaman. Yaxshi bola, ha? Boqsa odam bo'ladi. Ha. Qornim ochib ketdi. Xo'p, nima qilamiz? Ovqatlanib, keyin uyga boramizda. Bo'lmasam yo'lni bo'yida oshga kiramiz, yaxshi bo'lardi. Shunaqa qilaylik bo'lmasam. Oshi ham zo'r. Shunaqa qilamiz. Ketdingmi? Boramizmi? Bolalar, anaqa sizlar borib turinglar, men yetib olaman. Xo'p. Boravering. Bo'lmasam tezroq bo'l. Bo'ldi, yetib olarsan. Bo'laqa. Bo'pti. Do'ston, mana bunday qilib to'g'riga qo'y. To'g'riga. Hormang usta. Ke do'stim, bu yerda nima qilib yuribsan? O'zing nima qilyapsan bu yerda? O'zingning ishing bor-ku. Ishlamasam bo'lmaydi do'stim. O'g'limni boqishim kerak-ku. Qancha ham toparding bu ishdan? Do'stim, bu yerda men ikkita ish olganman. Shunga yarasha pulni ham qo'ysang-chi, o'rtoq. Ke, yaxshisi senga bir yaxshi ish topaylik. Ke, yur, bo'la qol. Tasha. Do'stim, nolimayman, xudoga shukr, amalayapman. Sen boravergin. Men ishlarimni tugatishim kerak. Ey, menga qara. Biz o'rtoqmiz. Unutmagin shuni. Xo'p, do'stim. Qaysarliging qolmabdi seni. Rahmat, do'stim. Yur, do'stim, ovqatlanib olamiz. Bo'ldi. Ilhom, sen boravergin. Men hozir ketsam, bu bolani bir o'zi qolib ketadi. Biz birga ishni tugatamiz, keyin albatta boramiz. Sen boravergin. Rahmat, do'stim. Mayli, o'rtoq, charchama. Rahmat senga. Ko'rishguncha. Xo'p, Ilhom. Do'ston, aytdim-ku, to'g'ri qo'yish kerak. To'g'rilagin. Voy, yetimcha. Bu yerda nima bo'lyapti o'zi? A? Ustoz qarang, Rashid Jasurni yetimcha dedi. Rashid? Bu nima deganing? Oyim aytgandilar, bu yetimcha bilan o'ynama deb. Iye, odam o'zini do'sti haqida ham shunaqa deydimi? Hali oying kelsinlar, o'zim gaplashaman. Bor joyingga o'tir. Sen ham o'tir. Qani hamma diqqat qilsin. Darsni davom ettiramiz. O'tir joyingga.
O'g'li sinfdoshini darsda har xil yomon so'zlar bilan haqorat qildi. Yetimchi degan. Shuning uchun uyda tarbiyaviy soat o'tkazib, o'zingiz gaplashsangiz bola bilan. To'g'risi hamda. O'zi onasi bo'lmasa, otasi bir qurilishda ishlaydigan qora ishchi bo'lsa, nimasiga yonini olasiz? Voy tavba, unaqa Dadam demang. qora ishchi emas. Dadam idorada ishlaydilar. Voy, yo'q ey. Maktabning orqasidagi qurilishga o'tkin borib, dadingni o'sha yerda topasan. Bo'ldi, qiling. Idorasi ham o'sha yerda. Aqllilik qilasan. Jasur, axir bu bola-ku, bu nima qilganingiz? Undan ko'ra o'g'lingizni tartibga solib qo'ysangiz bo'lardi. Siz ham ko'p aqllilik qilmang, xo'pmi? Tish oldimga. Ajab qilsan. Bunaqalarga e'tibor bermagin, xo'pmi? O'g'lim, bu yerda nima qilyapsan? Dadajon, Meni qanday topib kelding? Javlon, bu bola kim? Bu yigitcha meni o'g'lim. Jasur, qani akangga salom berchi. assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qalaysan? Shirin bola bo'pti-yu, ko'z tegmasin. Yuringlar, tushli vaqti bo'ldi. Tushli vaqti bo'ldi. Ha, yuringlar, ovqatlanamizmi, o'g'lim? Mayli. Qo'lingni ochgandir-a? Qani yur. Yurchi? Meni o'g'lim sportsmen. Oshir, bir-biringga oshirib o'yna. Oshirib o'yna dedim. Ha, ana Sherzod ochildi-ku. Sherzod ochildi-ku. Ha, Jasur, o'zingni kopda olishma, o'zingni oshir. Yaxshi, yaxshi. Oshir. O to'g'ri oshirsang-chi unga. Ket, obor. Ha, ana yaxshi. O'tding. Aka, ko'ryapsizmi? Aytdim sizga o'g'lingiz hali mashhur futbolchi bo'lib ketadi deb. Rahmat. Sizga rahmat aka. Jasur, bizni faxrimiz. O'yna! Rahmat. Ko'rdingmi onasi? Bizni o'g'limiz mahoratli chiqdi. U xuddi senga o'xshaydi. Tutgan yerini qo'ymaydi. Xudo xohlasa o'g'limiz mashhur futbolchi bo'ladi. Bilaman, sen ham xursandsan. Bugun o'g'limiz shunaqangi sevindiki. Uni xursandchiligini ko'rib men ham juda quvondim.
Faqat sen yetishmayapsan. Seni sog'indim, onasi. Oğlum, senga ishonaman. Sen albatta g'olib bo'lasan. Bugungi kun senga g'alaba olib keladi. Seni yaxshi ko'raman, o'g'lim. Rahmat, dada. Men albatta yutaman. Bora qol, o'g'lim. Dada, kech qolmang, xo'pmi? Bo'ldi, o'g'lim, xo'p. Sizni kutaman. Bo'pti, o'g'lim. Ey yaramaslar. Hey, oldin mana uni olib, keyin mana uni bu yoqqa o'tkazasizlar demaganmanmi senlarga? Bo'lsalaring chaqir. Qachon qarasa mana shunaqa millagaring. Bo'l. Mana, hozir. Qo'y mana. Doston ko'tarma buni. Sekin. Farruh, men senga mana bu kattalardan boshla, kironni olib kelib turib pastga tushir dedim. Bu yerda nima keragi bor buni? Xo'p. Ey, Xo'p bo'ladi, xo'p. Qorma. Sur. Salomat bo'l. Sur dedim. Assalomu alaykum. Hakim aka, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Ha, Javlon, qalaysan? Rahmat. Hakim aka, bugun sizdan vaqtliroq javob so'ramoqchi edim. Hali 2 soat bor-u. Bugun o'g'limning musobaqasi edi. Shunga ruxsat bering, Hakim aka. Bo'lmasa, bugun 2 soat vaqtli ketyapsan. Beqasur. 2 soat ertaga vaqtli kelib ishlab berasan. Xo'p bo'ladi, Hakim aka. Kelishdikmi? Kelishdik. O'g'lingga muvaffaqiyat. Rahmat. Bizdan ham bundoq durustroq futbolchilar chiqsin. Albatta chiqadi, Hakim aka. Bor. Albatta chiqadi. Bolalar omad. Rahmat. Yaxshi bo'l. Ey, mana buni ol dedim men senga. Ey, ko'tar kranni tepaga. Olib chiq mana shuni. Ketdik. Ketdik. Assalomu alaykum. Ha, ko'rinmay qolding. Kutmaganmiding? Vaqt bo'ldi, Javlonbek. Meni pullarim nima bo'ldi? Men uzoq kutishni yoqtirmayman. Men shoshilib, albatta tushunaman. Meni pullarimni olib chiqib keyin ketaverishing mumkin. Albatta, hozir. 1 daqiqa. Bola hali yoshda, ko'rmaysizmi? Mayli. Mana, bu yerda 3 million so'm. Qolganini albatta beraman. Mana, Berchi bu yoqqa. Unda qolganini ustiga yana foiz qo'shib berasan. Foiz? 8 milliondan 3 millionni ayirsang qancha qoladi? 5 million qoladi. 5 million qoladi. 5 millionga 5 millionni qo'shsang qancha bo'ladi? 10 million bo'ladi. O'sha 10 million qilib berasan qolganini. Nima? 10 million? Bu insofsizlik-ku. O'ka. Men insof nimaligini umuman tushunmayman. Agar pulni vaqtida qaytarmasang, o'zingga yomon bo'ladi. Kimni qo'rqityapsizlar? Kerakli joyga ustingizdan arz qilaman. Nega odamlar o'ziga muammo orttirar ekan, ha? Bor-e. Bos. Hop. Endi o'zingdan ko'r. Menga qaralaring, diqqatlaringni yig'laring. Ayollaring hamma joyda yurmasin senlarni. Sen keling, koptosenliga tegdim, bo'ldi, olib borib ularing. Unaqa ko'p o'zingda ushlama koptoni. Xo'p, o'ylab o'tirma unaqa. Ber bir-biringga, oshir bir-biringga. Tushunarlimi? Bolla, eng asosiy bir-biringga oshirlaring, bir-biringni ko'rlaring. Tushunarlimi? Bir-biringni ko'rib o'ynasang yaxshi bo'ladi. Sen Sherzod yopilib qolma buni orqasida. Tushunarlimi? Oldinga o't. Tushunarlimi? Jasur, diqqatingni yig'. Tushunarlimi? Xo'p bo'ladi. Tayyormisizlar? Tayyor hamma. Ket. Olg'a.
Shoshilish kerak, bemor ahvoli og'ir. Tez. Zudlik bilan bemorni uydagilarga xabar bering. Bo'ladi. Ketdi bolalar, ketdi, ha, ketdi bolalar. Ketdi Orif, o'tamiz bolalar, ketdi. Jasur. Jasur. Vaalaykum assalom bolam. Nima bo'ldi? Dadangni kim bu ahvolga solib qo'ydi o'g'lim? Assalomu alaykum. Bemorning yaqinimisiz? Ha. Bemor boshidan og'ir jarohat olgan. Shuning uchun kutishdan boshqa choramiz yo'q. Bu nima deganingiz? Jiyanim o'ziga keladimi? Ha, faqat kutishimiz kerak. Hozircha uni oldiga sizlarni kirita olmaymiz. Bu yerda kutganingizdan foyda yo'q. O'ziga kelsa xabar beramiz. Jasur, qo'rqma bolam. Hammasi yaxshi bo'ladi. Eshityapsanmi? Bizga ketamiz. Uyga ketamiz. O'zim olib ketaman. Nevaram bilan o'ynaysan, bolam. Yura qol. Yur. Ana uni bu yoqqa olinglar dedim men senlarga. Necha marta aytish kerak? Arava yo'q aka. Zambilobga. Xo'p, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling uka. Jinoyat qidiruv bo'limidan Orifjon Komilov. Xizmat? Akbarov Javlon degan ishchingiz bormi? Bor. Akbarovni bugun mashinada urib qochib ketishgan. Og'ir ahvolda shifoxonada yotibdi. Rostdanmi? Ha, rostdan. Yana bir ishchingiz bor ekan. Asqarov Faruq degan. Shuni menga chaqirib bering. Xo'p. Faruq! Bu yoqqa kel. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Bu kishi jinoyat qidiruvdan ekan. Biz bilan ketishingizga to'g'ri keladi. Tushunmadim. Hech qanaqa aybim yo'q meni. Hech narsani bilmayman. Idorada gaplashamiz. Hakim Yuring aka. men bilan. Aytsangizchi, qo'limni qo'yib yuboring. Ko'rsatishga Hech urinmang. qanaqa aybim yo'q dedimi? Yur o'g'lim. Yur. Uyalma Jasur, o'tir. Buvijonim. Voy mani asal toy bolam. Asal toy bolam. Zerikmadingmi? Yaxshimisan? Jasur ko'rdingmi? Mana birgalashib o'ynaysizlar, o'rtoq senga. Bo'ptimi? Xonangga olib kir. Birgalashib o'ynaysizlar. Bo'ptimi o'g'lim? Jasur qorning ochmi? Yo'q. Kelin. Labbiy oyijon. Assalomu alaykum. Yaxshi keldingizmi oyijon? Ha, rahmat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ovqatingiz pishib qoldimi? Hozir pishadi oyijon. Jasurbek kelibdilar. Salom, assalom. Tuzukmisiz? Tezroq bo'la qoling. Oyijon. Bolani qorni och. Xo'p bo'ladi. Tinchlikmikin ishqilib? Keyin gaplashamiz. Uyga kiraylik. Xo'p. Yur o'g'lim. Boringlar bolalar, Qani, o'ynanglar. yuringlar. Boringlar. Voy assalom, yaxshi keldinglarmi? Assalomu alaykum. Kel. Va alaykum assalom. Charchamayapsizlarmi? Qalay?
Yana kimni boshlab kelding? Haligi sizlarni ozgina yordaminglar kerak bo'lib qoluvdi, shunga yana keluvdik. Seni odamlaringga ishonmayman. O'zi bittasi yetadi. Bekorga o'ziga jabr bo'ldi. Men undaylardan emasman. Mana, garovga mashinamni kaltini qo'yaman. Kelishdik, bitta shartim bor. Olgan pulingni ustiga 50% qo'shib berasan. Yaxshi, qaytaraman. Xo'p, qancha kerak? 10 ming. Qog'ozda. Qog'ozda? Yaxshi. Unda men bu qog'ozga qo'l qo'y. Hech kim o'rnidan qimirlamasin. Jasur? Yaxshimisan o'g'lim? Zerikmayapsanmi? Mana Ko'rishib ovqat qoldingmi? tayyor bo'ldi. Ana, ovqatam keldi. Oling oyijon. Jasurbek, oling asalim. Qani o'g'lim, ovqatingni ol. Ol. Qani Jasurbek, ol. Kechadan beri hech narsa yeganing yo'q. Menga qara Jasur. Qaysarlik qilma bolam. Agar qaysarlik qilsang, dadang xafa bo'ladi. Xo'p. Qani, qoshiqni Ol olchi. o'g'lim. Ol o'g'lim. Ha, ana. Oling oyijon. Ha. Erta kelibsanmi, Jasur? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nega ko'zing qizargan? Yur xonaga uxlab olasan. Menga qara. Sen ismingga mos Jasursan. Jasur yigitsan-ku. Xavotir olma, dadang tuzaladi. Sen vaqtida mashq qilib, o'z vaqtida ovqatingni yeb, vaqtida uxlashing kerak. Shunda dadang seni ko'rib xursand bo'ladi. Menga qara. Biz g'alaba qozonamiz. Tushundingmi? Ertalab choy ichmagandi. Yur birga choy ichamiz. Xo'p? O'sha. Ketdik. Ber. Bu bizni uyimiz. Sen ham bizni uyimizdasan. Qo'lingdagi ham bizniki. Bermayman. Buni menga dadam sovg'a qilganlar. Ber. Hoy. Bo'ldi. Nima gap? Nima janjal? Oyjon qarang, ham bu Jasur ruchkasini bermayapti. Ey, shovqin qilmaylar. Dadang uxlayaptilar narigi xonada. Bunaqa shovqindan uyg'onib ketadilar-ku. Unda kasalxonaga borib shovqin qilaylik. Meni ham dadam uyg'onsinlar. Kechir to'ychog'im. Bo'ldi, ber ruchkasini. Mana. Talashmasdan o'ynasa bo'ladi-ku, o'g'lim. Akangni xafa qilma. Tez kechirim so'ra, xo'p? Kechir. Bo'ldi. O'zim to'ychog'im. Dadajon, men keldim. Ammamga bu safar olib keling desam, ko'p uxlash kerak dedilar. Chanchatmay qo'ya qolay deb kelmadim. Lekin bu safar sizni ko'proq sog'indim. Iltimos, ko'zingizni oching. Men sizni hech qachon xafa qilmayman. Iltimos, faqat uyg'oning dadajon. Yaqinda musobaqa bo'lar ekan futbolda. Bu safar albatta chempion bo'laman. Ungacha siz ham uyg'oning. Siz bu gal kelasiz-a?
Menga qara. Mana bu hujjatingni, mana bu bandini yaxshilab ko'rib chiq. Ba'zi bir xatolarga ko'zim tushgandek bo'ldi. Hammasi yaxshi. Ilhom aka sizni boshlig'imiz Qarab qo'yish Sobir kerak. Qodirovich chaqiryaptilar. Tinchlikmi? Zarur ishlari bor ekan. Mayli. Ko'rishamiz unda. Yuringchi. Ulug' butsini boylab olgin, gedrini ko'tarib kiyib olgin. Tezroq bo'ldi, tezroq. Jasur, tayyorsan-a? Tayyorman. Bu safar ham har galgidek. G'alaba. Bo'shashmanglar, bolalar, ketdik. Dadasi. Dadasi. Haliyam uxlab yotibsizmi? Jasur, sizni maktabda kutib o'tiribdi. Tura qoling. Voy Sumayya. Turing. Dadasi. Bolamiz qolib ketdi. Qayerdaman? Voy, uyg'ondingizmi? Ko'p uxladimmi? Ha, biroz. Hozir bosh shifokorni chaqirib kelaman. Qoyil, ancha tetiksiz. Barcha qo'rquvlar ortda qoldi. Rahmat. Uyquchilar qiroli, yaxshimisan? Bo'ldi, yotur. Unda biz sizlarni yolg'iz qoldiramiz. Yaxshimi hammasi? Joydami? Bo'pti. Yuring. Xo'p. Javlon. Xullas, agar damini olib bo'lgan bo'lsang, seni ishxonamiz ahli kutyapti. Axir boshlig'imiz meni. Bilaman. Lekin ularni o'zlari bu yoqqa seni oldinga jo'natishdi. Chunki sensiz u yoqda hech narsani eplasha olmaydi. Men avval o'g'limni ko'rishim kerak. Ha, aytgancha, bugun uni oldiga borgandim. Bugun respublika bo'yicha uni katta chempionati bor. Rostdanmi? Ha. Do'stim, senga katta iltimosim bor. Xo'p. Doktor bilan gaplashib, meni bu yerdan o'g'limni oldiga olib bor. Men uni ko'rishim kerak. O'zi bo'pti, xo'p. Faqat tura olasanmi o'rningdan? Ha, tura olaman. Bor, sen gaplash Ilhom. Oxirgi paytlarda lekin qarzing ko'payib ketyapti-da, o'rtoq. Borsangchi. Bo'pti. O'g'lim. Jasur. O'g'lim. Endi hamisha birgamiz. Yetkazganiga shukr. Dadajon. Dadajon. Oyim meni yutomni ko'rganlarda xursand bo'lardilar-ya. Albatta xursand bo'lgan bo'lardi. Men endi yengilmayman, oyijon. Ilohi omin. Shu yerda yotganlarning hammasini joyi jannatda bo'lsin. Allohu akbar. Allohu akbar. Ketdikmi o'g'lim? Ketdik. Yura qol. Mening dadam menga o'ziga ishonishni o'rgatdi. Mening dadam menga hech qachon yo'q demay keldi. Mening dadam men uchun qishning sovuq kunlariga qaramay og'ir mehnat qildi. Mening dadam meni kelajagimni o'ylab, jonini xatarga qo'yib tavakkal qildi. Mening dadam hamisha yonimda bo'ldi. Chunki u mening dadam. Qiblagohim, buzrukvorim, siz motabar jonim dadam. Hayotimga
ziyokorim shamsu qamar jonim dadam qiblagohim buzrukvorim siz mo'tabar jonim dadam hayotimga ziyokorim shamsu qamar jonim dadam jonim dadam jonim dadam yuksak nazar jonim dadam jonim dadam jonim dadam yuksak nazar jonim dadam mehnat bilan achchiq shirin zahmat bilan choy ichmagan minnat bilan yuksak nazar jonim dada jonim dada jonim dada yuksak nazar jonim dada jonim dada jonim dada yuksak nazar jonim dada elda yurib kezib olam kishi ko'rdim ancha men ham topolmadim lekin odam sizdek kamtar jonim dadam elda yurib kezib olam kishi ko'rdim ancha men ham topolmadim lekin odam sizdek kamtar jonim dadam jonim dadam jonim dadam yuksak nazar jonim dada